Kesiraging hech. Oyijon, manikini sotamizmi? Onamlarga bir yaxshi blyuzni sovg'a qilmoqchi edim. O'shanga bir chorangizni ko'rsatsangiz. Mana shuni qo'ying-chi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Zire sotib olasizlarmi? Sotib olamiz, bormi? Qizim, kesiraging hech. Oyijon, manikini sotamizmi? Yo'q. Ha, qizim. Keyin o'zim senga yangisini olib beraman, xo'pmi? Yo'q, oyi, buni axir buvim sovg'a qilganlar-ku. Meni eslab taqib yurasan deganlar. Oyijon, iltimos, meni ziragimni sotmang. Sharoitimizni ko'rmasdan qo'ygan pulimiz yo'q. Mana. Bu ziragingizga 900 ming berib olaman. Boshqa qo'shib bera olmaysizmi? Yo'q, seni boshqa qo'sha olmayman. Mayli. Hozir kutib turing, pulingizni beraman. Okey, vaqtim. Buni necha pulga otdingiz? So'mda 12 million qilib beraman. Kechirasiz. Qizim, mendan senga sovg'a. Ol. Voy, Siz Zireni haqqini olib oldingiz. Endi bu joylar qizchaniki. Uni hech qachon quloqdan yechmang. rahmat amaki. Arzimaydi.